Hech qachon pastkash insonlar bilan bahslashmang. Chunki yaxshi gap ta'sir qilmaydi. To'g'ri gapni qabul qilishmaydi. So'zlaringizni tushuntirish uchun ularni darajasiga tushishingizga to'g'ri keladi. Bu maydonda esa ular sizdan ancha tajribaliroq. Va hech qachon pastkash insondan yordam olmang. Chunki bir burda non bergan bo'lsa, o'zim boqib katta qilganman deb da'vo qilishadi. Yillar davomida ustozimning bir nasihatiga amal qilib ko'p manfaatlar ko'rdim. Shu bilan bo'lishmoqchiman. Muhammad Ali: hech qachon past ketmang. Arzimas narsalarni deb odamlar bilan tortishmang. Siz birovni ko'nglini og'ritib, haq-nohaq bo'lsangiz ega chiqqan shu arzimas matohingiz bilan hech qachon buyuk ishlarni qila olmaysiz. Lekin saqlab qolgan himmatingiz va vijdoningiz oldidagi yorug' yuzingiz bilan buyuk maqsadlarni amalga oshirasiz. Men o'ylayman, erkak kishiga yarashmaydigan eng yomon sifatlardan biri bu mayda gaplik. Bir gapni yo bir ishni ushlab olib odamlarni yillar davomida ezish bo'lsa kerak. Axir erkak kishiga mayda gaplik emas, viqor, haybat, oliy himmatlilik yarashadi. Alloh taolo barchamizga shunday bir go'zal taqdirlarni nasib etsin. Rahmat.